Ana shu Yevropada Alp tog'larining ustidan samolyot uchib ketar ekan, o 10.000 metr balandlikda, 10 kilometr. Birdan samolyot shu bir yonib ketdi-da, 2-3 ga bo'linib turib, odamlar quladi. 150 ta 200 ta odam. Hammasi o'ldi. Faqat bitta odam tirik qoldi. Qanday qilib tirik qoldi? Ana shu samolyot bo'linganda, hali kreslasiga baylanganmi, remen bilan qatirib olganmi? Kreslasi uzilib ketdi-da, shu toqqa qarab tushib keldi. Holatini tasavvur qiling-da. Nimalar o'tadi ko'zini oldida? Bir 2 minut tushar, 3 minut tushar, tezlik bilan tushadi-da. 5-6 metr qalin yog'ib qo'ygan qor ustiga tushdi hali kreslasi bilan. Haligi qor zarbani o'ziga oldida, boyaga kreslaga baylangan odam tirik qoldi. Kimning qo'lida ekan inson hayoti? O'sha 200 ta odamdan bitta odam tirik qolishini Alloh xohladi, shu odam tirik qoldi. Ha boshqa bir odam, bu ham voqea qissa. Oyog'ini tagiga o'sha stulni qo'yib, lampochkani almashtirgani ko'tarildi. Lampochkani almashtirayotib turib, oyog'i toyilib ketdi. 1 metr balandlik yerdan. Shunday yerga yiqilib boshi bilan tushdi, o'ldi. Bir odam 10.000 metr